6 qismi. Bevosita anglitish boshlab uzoq o'tmay, hokim Anvar Tursun aka tuyuqsizla bevosita anglitishni ko'zdan kechirishga chiqibdi. Stansiya boshlig'i anglitish uyga nahiya rahbarlarini boshlab kirganda, men bevosita anglitish beryotdim. So'zlashdan to'xtab qolsam bo'lmaydi. Shunga tamkinligimni yana saqlab, so'zlamoqchi bo'lgan mazmunni tugatib, bevosita anglitishni oxirlashtirdim. Ondan rahbarlar bilan ko'rishdim. Nahiya hokimi Anvar Tursun aka chehridan nur yig'ib turadigan xushbel kishi edi. Arliqda hokim bizga saharda ishxonada o'ltirib radio anglayotganda Shinjan xalq radio stansiyasi anglatgan kasb istili programmasida nahiyamiz tog' ostidagi ommaning radioni normal anglamayotganligini inkos qilganligini anglabla bu yerga kelganligini, mumkin bo'lsa shu programmani tepib shu kishining talabini yana bir qatam anglab beqishni aytdi. Stansiya boshlig'i Turdibaqi Imin aka menga jiddiy qaradi. Men darhol Shinjan xalq radio stansiyasining tor bekitiga kirib, tez suratda kasb istili programmasini tepib yaratqida qo'ydim. Hakimlar o kishining talabining dal tog' ostidagi xalq ommasining radioni normal anglamayotganligini inkos qilganligini, mumkin bo'lsa mushu masalani hal qilib berishni o'tinganligini bilgandan keyin darhol o'zi bosh bo'lib stansiya boshlig'i va nazoratchilarni boshlab tog' ostiga tekshirgili bordiganligini aytdi. Va nahiya hokimi bevosita buyruq tushirib, bugun toki kech bo'lguncha mening bevosita anglitish berishimni aytdi. Nahiyamizning jug'rafiyalik yer klimati alohida bo'lg'achqa, nahiya bazarimizdan tarqatilgan programmalarni faqat tog' ustidagi aholilar anglay oladi. Biroq Chiqtin bozori bilan Lamjin bozori va tog' ostidagi, ya'ni Lukchin bozori, Tig'ar, Dalankaris, Tuyuq yezlaridagi xalq ommasi stansiyamiz programmalarini bemalol anglayolmaydi. Faqat Lukchin bozori, Chiqtin bozori va Lamjin bozoridan iborat 3 bozorga nur kabel orqali radio televiziya punktiga signal yetkaziladi. Shunga hokim Anvar Tursun aka mening toki kech kirgacha bevosita anglitish berishimni, o'zlarining tog' ostiga tushib, tog' ostidagi radio televiziya punktlarining cho'qim nahiyaning signalini ulab tarqatish buyrug'i berdiganligini, har qaysi mahalliy komitetlardagi radio kanallarini tekshirib keldiganligini aytdi. Men bu alohida vazifani yaxshi o'rindash uchun toki kech kirgacha talablar bo'yicha naqsha anglatqach, o'zimning uzundan yozgan she'r, nasr, hikoya degandek asarlarimni o'qib vaqt o'tkazdim. Kech kirganda Turdibaqi Imin aka anglitish uyiga kirib, nahiya hokimining to'limi astoydil rahbar ekanligini, olib tarqatish punktiga buyruq bergandan keyin toki pichanga chiquvchi bo'lgan orliqda qaysi joyda signal ojiz, hammani xotirlab, munosabatlik mahallalarga xabar qilganligini so'zlab berdi. Men ana shu chog'da bu hokimning haqiqatan xalqning ma'naviy turmushini betishni o'ylaydigan yaxshi rahbar ekanligini his qilgan edim. Ham o'zimga qattiq talab qo'yib, tirishib ishildim. Davlat bayramidan keyin hayotimdagi eng unutilg'isiz bir kunni kutib oldim. Anvar hokim bevosita anglatiladigan programmalarning vaqtini uzartishni, maxsus programmalarni ko'paytib, xalq ommasiga yaqin foydali bo'lgan programmalarni ishlashni talab qilibdi. Stansiyamizda odam kamligini, faqatla 4 diktor borligini, mening texnik praktika bo'lg'achqa ko'p ish yukligili bo'lmaydiganligini tilga olibdi. Bunun bilan Anvar hokim mening xizmatdagi ifodamni ko'zda tutib, mening xizmat masalamni hal qilish taklifini stansiya rahbarligiga yetkazibdi. Shunda qilib, men o'qish bitiribla Pichan xalq radio stansiyasining takliflik diktoriya yasachisi bo'lib, rasmiy xizmat hayotimni boshladim. Xizmat hayotim boshlanibla yangi natijalar meni kutib oldi. Praktika mezgilimda xizmatdashim Rizvongul Abdullah bilan birlikda ishlagan Xon Ordasida Mashrab nomli bolalar radio dramasi va Jungo Kommunistik partiyasi qurilganligining 91 yilligini tabriklab ishlagan san'at programmamiz viloyat bo'yicha 2 darajalik mukofotga erishdi. Men har qatam bevosita anglitish berib, angluvchilar bilan birga qizliq yumor chaqchaqlarni qilishib, programma boshqarib etib,
Ba'zida buni o'zimning o'ngimmi yoki tushimidi deb o'ylab qolatdim. Yo'q, bu tush emas. Balki tirishqanning ajri yerda qolmaydigan, kulib boqqanga kulib boqadigan reallik. Naq maydondagi aziz mehmonlar. Riyosatchi do'stonlar Yusufjon Abdurahmondan hammalarga xush muborak salomlar bo'lsin. Kelgan qadmonlarga marhaba. Ulug' Jungo Kommunistik partiyasining nuri ostida nahiyamizdagi emgakchan aql farosatli karimlat xalqimiz qo'lni qo'lga tutishib, birlikda ittifoqlashib kurash qilib, bugünkidek baxtiyor davrni o'rtaq yaratdi. İttifaqlashish, tirishishning mo'l bo'lgan mevlaridan bahrilangan xalqimiz yangi bir yilda texmi tirishib, ittifaqlik naqshisini birga yangratib, paravan, tinch aman, xotirjam, inoq yurtmakan, inoq jamiyat qurish uchun olg'a atlandi. Yangi bir yilda yaqan qor, bu yildagi ma'murchilik mo'l usuldan bisharat berib, hammamizga, xalqimizga yangi orzu umidlarni ilib keldi. Mana mushu xushaliqlarga jir bo'lib, bugun Anglag'uchilarimiz bilan jam bo'lib, Pichan xalq radio stansiyasi tarixidagi katta bir yig'ilishga shahid bo'lib o'ltiribdimiz. Xo'sh, aziz mehmonlar, bugungi aramshatligi programmamizning anglag'uchilar bilan jam bo'lish alayda faoliyatimizni rasmiy boshlashdan burun stansiyamiz nomidan qatnashgan rahbarlar va kasbdoshlarni hurmat bilan tanishtirib o'tamiz. Pichan xalq radio stansiyasining boshlig'i, mas'ul muharrir Turdiboq Imin apandi qarshi olamiz. Rahmat, Sodiqxona, japa chekdingiz, armag'aysiz, nayt ta'sirlik, yuraklarni azgidak aytayotdingiz, bek xush bo'ldik, armag'aysiz. Rahmat. Chin yurakdan, chin hissiyat bilan aytilgan naqshlar mana shundoq odamni cho'nqur hayajonga soldi. Sodiqa onamiz agar ma'qul ko'rsa, tuanda inqilobiy naqshlardan siyoh bo'lsa nomli naqshni aytib berishga taklif qilsak, talpimizni yerda qo'ymag'aysiz. Bo'ldi. Siyah bolsa deniz okyan, qog'oz bolsa inson, qalam bolsa daraxt o'rmon bo'lib hajmi inson, bo'lib hajmi inson. Qalam bo'lsa daraxt o'rmon bo'lib hajmi inson, bo'lib hajmi inson. Ulug'day ulug' vastas mavjushiye, ulug' yo'lboshimiz mavjushiye. Sha'niga sado bo'lmas, yizilsa yizib dastan, yizilsa yizib dastan. Sha'niga sado bo'lmas, yizilsa yizib dastan, yizilsa yizib dastan. Rahmat, Sodiqxona, harmag'aysiz, bek xush bo'ldik. Aziz mehmonlar, bugungi faoliyatimizdagi mezmonlar sizlarga yoqayotamdi. Tuanda mehmonlarimizdagi yurak so'zlarini anglab boqqan bo'lsak. Murozqada siz bugungi mushu faoliyatimizga qatnashgan do'stlar ichida yeshi eng cho'ng anglovchimizkansiz. Do'stlarimizniki tasirotini anglab boqsaq degan to'q. Bugungi faoliyatdan siz xush bo'ldingizmi? Men bek xush bo'ldim. Rahmat. Qani, endi siz so'zlab boqamsiz. Bugün sorunumuz shunda qizyapti. Shu munosabat bilan Mushu radio programmasidagi riyosatchi doktorlarga rahmat aytamiz. Bo'libmi Yusufjon Abdurahmonning Aram Shartligi programmasini yo'l qo'yib, hammamizni nanalardan jam qilganiga alayda rahmat aytamiz. Umringizdan uzoq qilsin. Mushu Luxjin, Lamjin, mushu Boziya, Pichan ichi bo'lsin. Har qaysi yerdagi qarindoshlar o'zaro jam bo'ldik. Burun tunishmaydigan deydik. Mushu radio programmalarni anglagandan boshlab tunishdik.
Ovozimizni anglaymiz, lekin o'zimizni tanishmaymiz. Bugun mushti hammamizni jam qildi. Sizlarga alayda rahmat aytamiz. Rahmat. Aslaniki mana shunday so'zinglar bo'ldi ekan. Biz axborot sepidagi barcha xodimlar aslarga texim yangi turmushga yaqin bo'lgan nodir programmalarni taqdim qilish uchun davomli tirishchilik ko'rsatamiz. Rahmat. Ağlavatqınız Pichan Xalq Radio Stansiyasining programmalari. Hürmetli radio anlıqçılar, əmdi Pichan xəbərləri proqramımız boyunca anlatış berimiz. Bugünkü xəbərlərimizni Məryəmgül Nəyim ikimiz sizlərə yetkizimiz. Mən Yusufcan Abdurrahman. Mən Məryəmgül Nəyim. Bugünkü xəbərlərimizin əsas məzmunları təvənnükcə. Xanyang şəhərinin rəhbərləri nahiyemizdə təkşürüşdü boldu. Nahiyemiz namratlarını dəl joyda yo'lash, ishq oldida ishqa o'rinlashtirish, tarbiyalash basının olini silish murosimi o'tkazdi. Afat oldida har millat xalqi ittifoqlashib, ziyonni azaytish uchun birlikda tirishchilik ko'rsatdi. Endi xabarlar anlatamiz. Stansiyamiz muxbiri Longbangshao xəbəri. 4-5 avqust günləri Xonan ölkəsi Xanyang şəhərlik partikomunun muavin şujisi, şəhər başlığı Jing Jianshin, şəhərlik partikom hökumət vəkillər ömrünü başlap nahiyemizə kelib, sahalar boyunca Şinjanğa yardım beriş xizmətini gözdən keçirdi. Pichan Xalq Radio Stansiyasi. Pichan Xalq Radio Stansiyasi. Kiroran ovozi. Qadirlik do'stlar, fasllar arkisi ko'klam hammamizga quchoq ochgan ushbu damlarda gul chechaklar qo'ngan kepinek kabi har qaysinglarga illiq va yaqinlik salomlarimizni ilib keldik. Sizlardan bizga har vaqt ilhom, bizdan sizlarga inomlar bo'lsin. Men do'stinglar Rizvongul Abdulla. Aziz qarindoshlar, hayot safarimizdagi har bir qadamlarimizga omon esenlik, xush kayfiyatlar yor bo'lsin. Programmamızga o'rinlashtirilgan mazmunlar hammalarga ko'ngil ozodligi ato qilsin. Men Yusufjon Abdurrahman. Bugungi programmamizni do'stlarimiz hurmati uchun Dilbar Yunus ijrosida ajam naqs bilan boshlaymiz. Möhtərəm dostlar, Teyipcan Elyop Uyghur hazırki zaman şeritide muhim orunda turduğan dağlıq şairlerimizden biri. Bugünkü programımızda şair Teyipcan Elyop'nun hayat çığıda özü okugan bir türküm nadir şiirleri ve onun eserlerine işlengen nakşı müziklerini dil aramalığa sunumuz. Bolmasa ijodiyat erkinligi to'g'risida shon sharaf ahli bo'lish mumkinmi mardon bo'lmasa ko'z talamdu karomat mardmu naydon bo'lmasa ne uchun duldul esil u qamchiga muhtoj emas u mu charchaydi oziqsiz. Oğlum, senden sorab baqay. Agar men ama bo'lib qolsam, qanday qilasan? Mush yerdagi eng yaxshi doktorxonada davolatman, opa. Navada bu yerdagi eng yaxshi doktorxona davolayamizchi?
Ondaqda dünya bo'yicha eng yaxshi doktorxonaga apirib davolataman. Navada dunyodagi eng yaxshi doktorxonami ko'zimni davolayamizchi. Ondaqda bir umr son qorayman. Ondan xabar olman opa. Jinim balam, rahmat sana. Opa, navada men ama bo'lib qolsam, qanday qilsan? Navada sen ama bo'lib qolsang, ko'zimni sana berman jinim balam. Ana, sizga beriliganni sizning onaga berilishingizni tayyin. Ana, farzand uchun hayotidan kechalaydi. Har qanday narsasini qurbon beralaydi. Onalardagi beg'ishlash ruhi insoniyat sevgisining obidisi. Hammamiz birlikda onalarga ko'ngil bilaylik. Onalarimizga mehribon, vafodor bo'laylik. Onalarimiz mangu aman bo'lsin. Endi radio televiziya sepidagi kasbdoshlardan Hörnisagül Ablamet, Zulfiqar, Sharifa qatorliqlar bilan birlikda biz axborot parvonalari nomli nasrni o'qib bermoqchimiz. Qani kasbdoshlar, sahnamizga marhamat. Biz oddiy odamlarmiz. Hayvat hashamdan, rohat farog'atdan jiroqda bo'lgan, qalbimiz go'zal, pok orzularga, cheksiz mehr muhabbatga to'lgan yurak egisi biz. Turmushdagi har bir uchur, har bir yangilikni dal vaqtida ommaga yetkazib, ularni jahon yangiliklaridan xabarlantirguchimiz. Chunki biz axborot parmonlari. Xalqimizning tili ham ko'zimiz. Ekranga tikilgan har bir umidli ko'zlar bilan bizning yaqinlik obrazimiz orqali fikrlashguchilarmiz. Partiyaning ovozini, navhiyamizning uzilmas kuylarini, xalq turmushidagi kartinalarni, tabiatning ajoyibotlarini ko'rurmanlar bilan yuz ko'rishtirguchilarmiz. Öz obrazimiz bilan xalqimiz qalbiga singib kirib, yurak so'zini tinglab, öz xizmat amgakimiz bilan xalq qalbini moyil qilib, ma'naviy zuq ato qilamiz. Buning uchun bizda tutmas, tugumas chidam, jasorat, astoydillik bo'lishi kerak. Chunki biz axborot parvonalari. Her qitim uzoq masofa mengib televiziya programmalarini ta'minlash uchun safarga chiqqanimda, men bir xil til bilan ifodalagisiz bo'lgan xushallik ham umidga to'laman. Chunki nodir televiziya programmalari orqali ko'rarmanlarga ma'naviy zo'q ato qilish bilan birga, har bir kunlik turmushiga yangi tuz, yangi hayot orqali o'zimga xushallik izlayman. Mana bu mening xizmatim. Apam ham oildagilarning oyog'i yo'q qaqshashlariga, yurakdagi qizg'in muhabbatim bilan javob qaytarish uchun, ularni qoyil qilish uchun o'zimning xizmatini suyib,
ko'rarmanlar uchun bedel to'lashga men haqliqman ham bu xizmatni sharaf deb bilaman. Biz ana shundaq hammani unutgan holda xizmat ishlaydigan axborot parvonalari. Her bir sahar, her bir tush vaqti va kechalar bo'lsin, ovozim bilan sizga hamrohman. Vaqt xarakteri intayin kuchli bo'lgan xizmat har vaqt bizni hushyor, har vaqt tetik, jo'shqin va g'ayratli bo'lishga yetaklab, hozir mening xarakterim tubdan o'zgarib ketdi. Ammo kesibki bo'lgan qizg'inlikni yo'qotmay, fasllarga ulab, azob oqibat qiyinchiliklarni İğir kunlarni arqamda qoldirib, anglag'uchilarim bilan birlikda ko'rinmas dunyoda qo'l tutishib, do'stlik gullarini echildirmoqdaman. Bu gullarning xushbirahlari har yonga xuddi shamollar kabi tarqalib, hammalarni xushal aylasa, meningmi hardiqim chiqdi. Har qatam mikrofon oldiga kelgan cheg'imda chehridan tabassum yig'ib turgan qarindoshlarimni ko'rgandek bo'laman. Mayli ular aldirash bo'lsin, ishlayotgan bo'lsin, radioni ichib qo'yib, radio anglab turib, biz bilan birlikda vaqt o'tkazadigan ashu san'atsuyar, mehribon qarindoshlik mehrining shu qadar cho'nqirligidan suyunaman, ularning qo'lishiga erishganimdan faxrlanaman. Yurak sezimni aytsam, bugünkidek qutlug' kunlarda ovozimiz bilan yana ko'pchilikka chin dilimizdan baxt tilaymiz. Bizning ovozimizda onalarimizning sevgiga to'lgan muhabbati bor. Barliq onalarning emas, balki partiyaning, ona vatanning xalqimizga sungan cho'nqur mehr muhabbati bor. Shunlashqa bu salomlar yillarning o'tishi bilan uzilib qolmaydi va mangu iliq turdi. Chunki biz axborot parvonalari. Ardan uzoq o'tmay bexatar turpan barpo qilishdiki bilishga tegishlik 50 modda va millatlar ittifoqligini qo'g'dash to'g'risidagi materiallarni o'nga elish vazifasini ishildim. Men ashu aktivligim bilan xizmatga qatnashgan tunji yilidan boshlabla ilg'or xizmatchi bo'lib baholanib keldim. Men ana shundaq to'lib toshgan qizg'inlik bilan o'zimga qattiq talab qo'yib, tashviqot sifida xalq ommasining sirdosh do'stiga aylandim. Taki 2018-yili 1-oyda davolanish uchun xizmatdan chekinguchi bo'lgan 6 yil jarayonida har soha, har qatlamdagi radio anglag'uchi tomoshabinlar bilan qarindoshlik, do'stlik munosabati o'rnatib, 50 qatimdan ortiq anglag'uchilar bilan jam bo'lish, do'stlashish, o'zaro yordam berish faoliyatlarini uyushtirib, keng xalq ommasining tashakkurnoma lavhalariga noil bo'ldim. Bu jarayonda men ishlagan turli programmalar, asarlar 20 qatimga yaqin mukofotlangan bo'lib, mamlakat va avtonom rayonlik radio televiziya axborot nashriyot idorasi tarafidan 1, 2, 3 daraja bo'lib baholandi. Qadrli do'stim, aloqangiz Markaz Xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi do'stingiz Shiringul To'xti. Markaz Xalq radio stansiyasi Asonliq millatlar radiosi anglitishga boshlaganligining 65 yilligini tabriklash munosabati bilan Markaz Xalq radio stansiyasi program markazi Millatlar ittifoqi jurnali bilan hamkorlashib, mening Asonliq millatlar radiosi bilan o'tgan kunlarim nomli maqol asar tanlash musobaqasi o'tkazdi. Bu jarayonda Asonliq millatlar anglitishi bilan radio anglag'uchilar o'ttirsidagi uzilmas rishta nurg'un ta'sirli hikoyalar orqali bayon qilindi. Faoliyat yo'l qo'yilishi bilan har soatga radio anglag'uchilarning qizg'in qo'llashi va aktiv qatnashishiga noil bo'ldi. Kasbiy mutaxassislarning astoydil baholashi va bilat tashlashi natijasida alohida darajalik 1, 2 va 3 darajalik mukofotga erishuvchilar saylab chiqildi. Bugungi radio jurnal programmamizdan boshlab bu qitimqi asar baholash musobaqasida natijaga erishgan maqola anglitildi. Tövəndə diqqətinizdə bulduğunu, bu qitimlik baholashda alohida darajalik mukofotga erishgan Yusuf Abdurahmonning radiodan qanotlangan arzu nomli maqolasi.
Mening oddiy ish izlarim Markaziy Xalq radio stansiyasi va Jungo millatlari jurnalida tashviq qilingandan keyin men o'zimning vatan, millat tarafidan e'tirof qilishga erishganligimdan cheksiz xursandlikqa cho'mildim. Albatta, bu natijalar meni tarbiyalab o'stirgan va qimmatli fursatlar bilan ta'minlagan partiya xalqimizga, Pichan Xalq radio stansiyasi rahbarligi va xizmatdoshlariga hamda jafokash ota-onamga mansub. Men 2018 yildan e'tiboran salomatligimni asliga keltirish uchun kutinib kelyapman. Hozir salomatlik ahvolim kundan kunga yaxshilanib, hayotning illiq nurga cho'mib, ota-ona, qon qarindoshlarimizning mehr muhabbatida xushal-xoram hislarga cho'mib, yanala ilgirkidek asar yozib, roman o'qib, keng xalqimiz bilan sirdashib yashamoqdaman. Men ana shundoq to'xtovsiz yangi nishonlar bilan olg'a qarab menyapman. Yig'inchoqlab aytsam, men va bizning oila partiyaning elga naf yetkazish siyosatlaridan eng ko'p naf olgan baharlangan oilalarning qatorida. Shunashqa bizni har dam tirmishib, holliq turmush yoritishga yetaklayotgan partiya hukumatimizga, dono rahbarimiz Shira Isga cheksiz rahmatlarim va madiyalarim bor. Shundaqla mangulik minnatdorligim bor. Mana hozir mamlakatlik ikki yig'in poytaxtimiz Beyjingda dag'dug'liq ichilyapti. Qudratlik ona vatanimiz, ulug' partiyamiz biz fuqarolarning kelgusi baxti uchun kech-kunduz g'am yeyotdi. Hozir menga imkon berish fursatlari qolmagan bo'lsa-mu, biroq men o'zimning butun vujudim, amaliyatim, tirishchanligim orqali hayotimdagi eng chong imtihonni xalq omasiga berdim deb o'ylayman. Barliq meyib taqdirdoshlarimga vakolatan bu qitimqi mamlakatlik ishki yig'inning g'albalik ichilishiga chin dilimdan tilakdoshligimni bildiraman. Pichan nahiyasidan Yusufjon Abdurahmon. 2020 yili 5 oyning 23 kuni.